zo'r Alfredo-ku. Men qayoqda yemagan bo'lsam, bu eng zo'ri chiqdi. Qizlar, endi ko'chada Alfredoni yeb o'tirmaysizlar. Chunki bugun masala zo'r Alfredoni retseptini o'rgatib qo'yaman. Birinchi bo'lib bitta zubchik chesnokni ezib olamiz. Shampinyon ko'zi qorinlarni katta kichikka qarab 8 yoki 4 bo'lakga bo'lib olamiz. Pastamiz uchun aynan parmezan sir kerak bo'ladi. Skavorotkamizga yog' solib hamma yog'iga tegizib olamiz. Xushbo'y chesnok mazasi kelishi uchun sizga yoqda bitta chesnok qovurib olib tashlaymiz. Tovuq filelarimizni shunaqa parri qilib kesib olib, tortgungacha yaxshilab qovurib, dimlagani 5 minutga ko'p qo'yamiz. Ustidan gribni solib, shunaqa yaxshilab qovuramiz. O'zimcha professional shefniki skavorotkalarni aylantirib qovurib tashlamoqchi edim, lekin kuchim yetmay ekan. Kechiringlar. Bo'ldi, tovuq bilan gribni pishdi. Endi 2 qoshiq qaymoq va tuz, qora murch tabga ko'ra solamiz.